Navoiy shahrining eski yuraklariga yetib kelganmiz. Eski 14-magazinni bilasizlar, xuddi shuni orqasida 9 qavatli galerka domimiz bor. Xuddi shuni 6-qavatida 3 xonalik eski kvadrat bo'yicha agar o'lchaydigan bo'lsak 100 metr kvadratdan ortiqroq maydonga ega bo'lgan kvartirani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ipoteka bo'ladigan variant. Domimiz yonida ikkinchi maktab, Vasxot bozori, bu tarafda yangi masjidimiz. Agar kim pedinstga o'qiydigan bo'lsa, eng zo'r lokatsiyalardan biri hisoblanadi. Kimga agar ushbu xonadonimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, video obzorini oxirigacha ko'ringlar. Biz nima uchun videoni asosiy katta xonadan boshlayapmiz? Chunki bu katta xonaning o'zi 30 metr kvadrat, yana balkonni hisobga oladigan bo'lsangiz, pashti 40 kvadrat metr maydonni egallayapti. Bir xonalik uyning o'zi 40 kvadrat. Bu zal bilan balkon, undan tashqari yana ikkita xonasi, oshxonasi ham bor. Demak, bu asosiy katta zalimiz, bu tarafda yana 6 metrli balkonimiz. Xo'p, 1,5-6 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda akfalari, deraza romlari chiroyli qilib o'rnatib qo'yilgan holatda, bu yoqda mebellari ham qo'yilgan. Mebellar qoldiriladi, ayrim maishiy texnikalar olib ketiladi. Asosiy kirish eshigi, prixoj mebellar qo'yilgan, qoldirib ketiladi hamda alohida chiroyli remont holatiga ega bo'lgan yuvinish xonalari. Oshxona qismini ko'rsatib o'tamiz. Kirib, demak, garnituralar bor, qoldiriladi va mana stиральный mashinkamiz ham uyimizga egalari tomonidan qoldiriladi, xolodilnik olib ketiladi. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Mana bu tarafda kattagina kladovka qismi mavjud. Juda ham ko'p narsangizni mana shuni o'zi eplab tashlaydi. Video kadrini qo'yib ko'rsatib o'tib ketamiz. Ikkita alohida xonamiz bor. Bu tarafda demak, bolalar xonasi qilib ishlatishga mos holatda bu xonamiz teplый pol bo'lgan. Xo'p, 80% atrofida xonadonimizda pol qismlari parketan bo'lgan. Bu yoqda detskiy xonada mebel ham o'rnatib qo'yilgan. Video kadrini qo'yib ko'rsatib o'tib ketamiz. Demak, bu yoqdagi mebellar ham qoldiriladi. Bu ikkinchi katta yotoqxona qismi, kattalar yotoqxonasi. Ko'ribsizlar, juda ham did bilan remont qilingan. Konditsioner o'rnatilgan, qoldiriladi va mana bu tarafda shkaflari, yana ayrim mebellari bor. Bular ham demak, xonadonimiz egalari tomonidan qoldiriladi. 92 metr kvadratdan iborat 3 xonalik ushbu xonadonni sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tdik. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, xonadonimizni ipotekaga xarid qilish imkoniyati ham bor. Ko'rib o'tdingizlar, juda ham katta kvadrat, hali balkon ham hisobga olinmagan, 100 kvadratdan ham maydoni oshib ketadi. 6-etajda joylashgan, liftlari bor, maktab, bog'chalar muammo bo'lmaydigan ushbu hududdagi uyimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 628 million so'mga sotuvga chiqaramiz. Pastdagi raqamlar sizlar uchun ipotekaga xarid qilish imkoniyati ham bor. 80% jihozlari ushbu xonadonni o'zida qoldiriladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizlar bilan bog'lanasizlar. Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, yaxshi joylardan shunaqa chotki xonadonlarni doimo kuzatib borasiz.